Sulaymon va Xurram qissasi bir necha yil davomida butun dunyodagi tomoshabinlarni o'ziga jalb qildi. Muhtasham 100 yil muxlislari syujetning davom ettirilishiga umid qilishdi. Mualliflar esa bu istakni inobatga olishdi. Natijada Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi seriali yaraldi. Boshidanoq serialni suratga olish xarajatlari Muhtasham 100 yilnikidan bir necha barobar katta bo'lishi kutilgan edi. Sulton Sulaymon qissasini suratga olishga 4 million turk lirasi sarflangan bo'lsa, Ko'sim haqidagi serialning birinchi qismini ishlashga 30 ming lira ishlatildi. Qolaversa, prodyuserlar aktyorlarga gonorar to'lashda ham ziqnalik qilishmadi. Anastasiya Tsilimpova bir qismdagi ishi uchun xuddi shuncha haq oldi. Sulton Ahmad roli ijrochisi Ekin Kochning gonorari bir qism uchun 40 ming liraga yaqin bo'ldi. Xulia Afshar esa undan ham ko'proq haq oldi. Serialdagi eng qimmat aktrisa bosh qahramon ayol rolida Anastasiyaning o'rnini bosgan Beren Saat bo'ldi. Berenni avvaliga taklif etilgan maxsus mehmon aktrisa sifatida mo'ljallashgan edi. Shuning uchun uning xizmat haqi juda yaxshi bo'ldi, 90 ming lira. Bunday xarajatlar asossiz emas, axir suratga olish ishlari boshlanmay turib, serialni namoyish qilish huquqini 80 ta davlat sotib oldi. Bosh rol uchun kasting keng ko'lamli va qattiq bo'ldi. Mualliflar Maryam Uzerlining Muhtasham 100 yilda erishgan darajasiga mos ishlashlari kerak edi. Shuning uchun ko'plab nomzodlar turli davlatlardan 60 mingga yaqin aktrisani ko'rib chiqqach, Anastasiya Tsilimpovani tanlab olishdi. Aktrisa ssenariy mualliflarining eng avvalo noodatiy tashqi qiyofasi bilan maftun qildi. Biroq faqat maftunkorlikning o'zi kifoya emasdi. Aktrisa yoshligiga qaramay iste'dodli ekanini isbotlab bo'lgan edi. U 8 yoshida sahnaga chiqib, jismoniy imkoniyati cheklangan bola rolini mahorat bilan o'ynagan. Tsilimpova qahramoni singari yunonlardan. Rol uchun turk tilini noldan o'rganishiga to'g'ri keldi. Ammo xorijliklarga xos talaffuzni saqlab qolishi zarur edi. Timur Savjining g'oyasiga ko'ra, ikkala tarixiy epopeya ijodkori aktyorlar tarkibi butunlay yangi bo'lishi kerak edi. Serialda Turkiyada mashhur ekran yulduzlari bilan bir qatorda ommaga ma'lum bo'lmagan yosh iste'dod sohiblari suratga tushdi. Xurramning Sulaymondan hadya sifatida olgan mashhur uzugi muxlislar uchun bir namunaga aylandi. Shu taqinchoq dizayni asosida endi bijuteriya va qimmatbaho taqinchoqlar yasalib, serial muxlislari tomonidan tezda sotib olindi. Ko'sim davri haqidagi serialda bu uzukni Safiya Sulton Ahmadning buvisi taqadi. Muhtasham 100 yil bilan bog'laydigan yana bir jihat Safiya Sultonning o'zi. U ikkala serialda ham ko'rinadigan yagona qahramon, vaholanki bu voqealar o'rtasida ko'p vaqt o'tgan. Safiyani Sulaymonning nevarasi bo'lajak Murod Sultonga kanizak sifatida saroyga olib kelishadi. Ko'sim haqidagi serialda u tajribaga ega bo'lgan ayol, haram sohibasi Sulton Ahmadning buvisi sifatida namoyon bo'ladi. Serial ijodkorlari eng yangi texnologiyalardan foydalanishdi. Masalan, saundtrekni yozish uchun Pragadagi ovoz yozish studiyasiga borib, Gollivudning Matrica, Haqiqiy qissa, O'liklar tongi singari filmlariga musiqa yozgan professionallarni ishga jalb qilishdi. Serial bastakori Muhtasham 100 yil orqali tanish bo'lgan Aytekin Otash. Serialning ayrim sahnalari Gollivud studiyalarida suratga olindi. İlk qismlarda esa animatsion texnologiyalar vositasida yaratilgan she'r namoyish qilindi. Hayvon shu qadar haqqoniy yaratilganki, suratga olish maydonchasida uning yonida turgan aktyorlardan xavotirga tushish mumkin. Haqqoniylik uchun rassomlar dunyoning turli burchaklaridagi bir nechta hayvonning optik tasvirlaridan foydalanishdi. Serialda haqiqiy hayvon ham bor, Safiya Sultonning mushugi. Mushukni unga qirolicha Yelizaveta sovg'a qilgan. Tomoshabin serial roliklari orqali yosh Ko'simning qo'lida qo'zichoq ko'tarib turgan surati bilan tanish. U syujetda muhim o'rin tutadi, lekin tasvirning yaralish tarixi ham anchayin qiziq. Bu kartinani Leonardo da Vincining mashhur asari Oqsichqon ko'targan ayoldan ko'chirishgan. Suratga olish joyi, liboslar va dekoratsiyalarga kelsak, Muhtasham 100 yil uchun yaratilgan boylikdan foydalanmay bo'lmasdi. Suratga olish ishlari asosan sun'iy yaratilgan To'pqopi saroyining o'sha pavilyonlarida amalga oshirildi.
Aktyorlarda ham tanish libos va taqinchoqlarni ko'rish mumkin.